başladık. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bankimiz rahbari tomonidan har haftada o'tkaziladigan tadbirkorlar bilan uchrashuv. Bugungi yo'nalishda o'sha tadbirkorlar qiynab kelayotgan muammolar, yana o'sha kredit bo'yicha bizada 3 xil yo'nalishga kredit ajratma o'rnatildi. O'sha Prezident qarori 312 qaror asosida bu 7 sentyabr 2014-yil tasdiqlangan. Bunda 100 million so'mgacha, ya'ni sug'urta bilan 100 million so'mgacha zarar qo'yiladi. Shuni xotin-qizlarga foiz 18%, erkaklarga 20%. 70 muddat gazetada 20% zarar bor. Mahalla loyihasi kiritimiz bor, 50 million so'mgacha ajratiladi bu. 5 yil muddatda 2 ming zarar bilan faqat bizga biriktirilgan mahallalarga, 6 ta mahalla biriktirilgan joylarga. Bunga ayollarga 20%, erkaklarga 25%. Bu klassikaga tashlab beriladi. Shunga e'tiborli kiritimiz bu. Biznesga birinchi qadam, bu ham foizlari ayollarga 20%, erkaklarga 25%. Maksimum summasi 17 million so'mgacha. Buni ham kartaga tashlab berish orqali ajratiladi. Ben zaten professorlar, o'sha 100 millionlik kredit olmoqchi edim, shunga hozir tushuncha bersangiz. 100 million kredit 312 so'm qaror bo'yicha aytamiz. Bunga 70 muddat ajratiladi. Bu 20% bilan erkaklarga 20%, xotin-qizlarga 18% tasdiqlab qo'yilgan. Hujjatdan taqdim qilsangiz, shu 3 kuniga qo'llanasiz.